Farg'ona shahri Tinchlik mahallasida yashovchi millati qirg'iz bo'lgan asalarichi Shokir Yo'ldoshev avvallari Qirg'izistondagi yaqinlari bilan yillab ko'risha olmagan. Shu o'rinda ilgari chegaradan o'tishdagi qiyinchiliklar, asal sotish va bozor topishda ham to'siqlar tug'ilgan. Bugungi ochiqlik siyosati va amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli bu muammolar bartaraf etildi. Mavzu haqida muxbirimiz Bahodir Maqsudov xabar beradi. Farg'ona shahri Tinchlik mahallasida yashovchi millati qirg'iz bo'lgan asalarichi Shokir Yo'ldoshev o'z faoliyatida tartib va mehnatsevarlik tamoyillariga tayanadi. Asalarichilik uning oilasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan meros bo'lib, bugungi kunda asosiy daromad manbaiga aylangan. U faoliyatini 2007-yilda atigi 10 ta asalari qutisi bilan boshlagan. Dastlab bu ishga jiddiy yondashmagan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan tajriba orttirib, sohani chuqur o'zlashtirgan. Men o'zi asalarichilikni boshlash 12 yoshimda boshlaganman. O'zim ustozim tog'am bo'ladi. Tog'amga shogird tushganmiz. Dadam rahmatli tog'amga shogird bergan. 3 yil, 4 yil shogird bo'lib yurdik. Keyin ustozim ham tekshirganda bu ariga qiziqadimi, yo'qmi? Asalarichi bo'lishga men ham o'zim qiziqishim oshdi. Ustozim 10 ta yashiq qilib bergan. 10 ta yashiq ari yashig'i bilan bergan. O'sha bilan boshlaganmiz, 10 ta yashiq bilan boshlaganman. Bugungi vaqtda esa 150 dan ortiq asalari oilasini parvarish qilib, yiliga 3 tonnadan ortiq asal yetishtirmoqda. Hozirgi paytga kelib 150 ta yashiq qildim. 600 ta oilamiz bor. 600 ta oiladan bir yilda 3,5 tonna, 4 tonna asal olaman. 320 million, 350 millioncha darom qilamiz bir yilda. Shokir aka hayotini qiyin davrlarni ham eslaydi. Ilgari qo'shni Qirg'izistondagi yaqinlari bilan uchrashishda chegaradan o'tish muammolari sababli qiyinchiliklar bo'lgan. Hatto yillab diydor nasib etmagan holatlar ham kuzatilgan. Masalan, oldilari ham ko'p uzoqqa emas, 10 yilga orqaga qaytsak, biz yosh bo'lganmiz. Palonchi qarindoshining to'yi bo'lyapti ekan deb eshitardik xolosda. U borib qatnashgani biz sharoitimiz ham, nimalarimiz yo'l qo'ymasdi. Viza olish, kelish qiyin bo'lgan, olish qiyin bo'lgan. Endi rosa yugurib o'shani nimasidan bo'lsangiz bir haftalab 10 kunlab vaqtingiz ketardi. O'sha vizani olib, u ham 3 kunga berardi. Hozir mana Zagran bilan o'tardik, hozir advokat bilan ham o'tadigan qilib qo'ydim. Mana shunday chiqasiz, xolasiz Bishkekka, xolasiz Cho'ng'olaga, xolagan joyingizga borib qarindoshlarni ko'rib kelaverasiz. Ahil mana Qirg'izistonga xolaganda boramiz. Soha masalarichilik tog'ma-tog' yuraman, bir hafta 10 kun bir oylab uyga kelmayman-da. Ko'nglim to'g'da, bolalarimdan, uydagi ayamdan, bola chaqamdan ko'nglim to'q. Nimaga? Shu yurt tinch. Tinchlik mahallasida turli millat vakillari ahillikda yashab, bir vatan tuyg'usi asosida mehnat qilib kelmoqda. Bahodir Maqsudov, Tostamik Allomov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan.